Katta urushdagi kichik qahramon. Muallif Behruz. 1941-yil. Polsha. Ohanyoto qishlog'i. Natsist nemislar bu yerga hujum qilib kelganlariga 2 yildan o'tdi va hozir qishloq to'liq nemislar ixtiyorida edi. Undan beri qishloq aholisining katta qismi yo'q bo'lib ketdi. Sababi esa oddiy. Xuddi chumoli uyasini topib olgan chumolixo'rlarday natsistlar bu davlat qonini sulukday ichmoqda edi. Front chiziqlarini mustahkamlash uchun baquvvat erkaklar tanlab olinar va ular front chizig'ini mustahkamlashga yuborilar edi va natijada ularning ko'pi qaytmas edilar. Na o'ligi va na tirigi chiqardi. Boz ustiga qishloqdagi oziq-ovqatlar ham nemis askarlarini qornini to'ydirish uchun tashib ketilardi. Ertayu kech faqat bir so'z eshitilardi: "Sizlar buyuk nemis xalqi uchun ishlashingiz kerak" degan safsata quloqqa doim uqtirib quyilib yuborilardi. Bir-birlarini yoshlikdan sevgan Petrov va Katyaning ham sevgi munosabatlari va hikoyasi aynan mana shu yerdan boshlandi. Ularning to'yi bo'lishiga aniqroq 2 oy qolganida nemislar Polshaga bostirib kelishdi va bu orada ularning sevgisi va o'zlari ham juda ko'p marotaba qiynaldi va sinovdan o'tdi. Petrov bu orada dastlab front chizig'ini mustahkamlash uchun mardikorlikka safarbar etildi. So'ngra esa uning oilasini himoyasi uchun, tinchligi uchun va nemislarning aldovi va yolg'onlari natijasida uni jang qilish uchun frontga yuborishga to'g'ri keldi. Urush ayovsiz edi. Bechora Petrov umrida chumchuqqa ham ozor bermagan bo'lsa-da, hozir u tirik, ongli bo'lgan insonlarni o'ldirishga majbur edi. Yo'q, qanday bo'lsa ham u o'lmasligi kerak. Axir uni uyda oilasi, ota-onasi va qishloqda suyukli sevgilisi kutardi. Har qalay kutayotgan bo'lsa kerak. U 1,5 yildan beri uydan, qishloqdan uzoqda edi. Hozir uning ahvoli qanaqa ekan? Deraza tagida oy shu'lasi ostida sochlarini tarab ikki tomonga o'rib turgan bo'lsa, juda ham ochilib ketadi. Ha, shunday qilib turgan bo'lsa jozib. Birdan badanini sovuq ter qoplab oldi. Yo'q, axir bunday bo'lishi mumkin emas. Axir bu vaqtda biror nemis generali uni ko'rib qolsa-chi? Yo'q. Sababi esa bu vaqtda u juda chiroyli va ochilib ketar va har qanday inson kimdir uni ko'rsa, bir ko'rishda oshiq bo'lishi mumkin edi-da. Hikoyamizning birinchi qismi shu joyda yakuniga yetdi. Ikkinchi qismi ko'rilishi uchun agar hikoya yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishni unutmang. Biz ikkinchi qismini chiqaramiz.